Assalamualaikum qarindoshlar. Bugun bizning qildiganimiz tavuk. Tavuk qurdig'i. Bunun ketadigan materiallarimizni yangi, piyoz, zencefil, qizil, yeşil laza, samsak. Bundan hozir hamini to'g'rab tayyor qildik. Bular ketadigan tetiklarımizin tuz, şeker, kebab için, qo'zoq dachin, bajo deymiz biz. Ondan bir atal özünü isteyen dağlarından sasalan buldu. Lekin biz hazır kızımıza maynamı koyup tayyor qildik. May azroq qizigan ekan tayyor vaqt bu şekerimizni mayga qo'yamiz. Qo'yib, to'xtamay aralashtiramiz. To'xtamay aralashtirib, meyimiz yaxshi qiziganda bu şekerimiz sap-seriq bo'lib erib, ustiga o'rlab chiqadi. Shunda bo'lgan qadar saqlaymiz. Mana erishqim boshladi. Mana ko'rganinglarda şekerimiz erib bo'ldi. Mana şekerimiz ustiga o'rlab chiqyapti. Mana ko'rganinglarda şekerimi erib, ustiga o'rlab yig'imiz tayyor bo'ldi. Endi to'g'rab tayyor qilgan tovuqlarimizni solamiz. Tovuqlarimizni qovurib, yaxshi qovurgandan keyin bunga tayyorlagan tuzumuzni solamiz. Tuzumuzu saldık buna. Bu tuz, bu ketadigan dağlarimizni özümüzningki tamog'imizning jiq ozlig'iga qaratib o'zimiz tangsak bo'ldi. Ben biraz jiq tamoq qildim, o yüzden jiqroq qo'ydim. Hamda bu to'g'rab olgan zencefilimizni solamiz. Zencefilni go'sht bilan chizib, tovuqni qovurib aralashtiramiz. Bunu qovurib tayyor qilib oldik. Endi bu tayyorlagan qolgan dağlarimizni solamiz. Bu bajoni, kebab içini, qo'zoq dachinni, silib. Qo'zoq dachinni az soldim. Qo'zoq dachindan bu Heliyle qiyqim onu azroq soldim. Ta'min bek yaxshi ko'rib ketmayman, o yüzden. Ularni qovurib tayyor qilamiz endi. Bir aralashtirayotgandan keyin yog'imizni solamiz. Piyozni solamiz, piyozni sepib, bir ishga aralashtiriblar. Yog'imizni solsak bo'ldi. Normalde ba'zilar var, bu baş piyazning o'rniga so'ng piyoz ishlatadi. Ama men uyimda so'ng piyoz qolmabdi ekan, onun uchun baş piyozni yaxshi ko'raman. Shuning uchun baş piyozni soldim. Agar istamasangiz solmasangiz bo'ldi. Bunu aralashtirdik. Bu qizil laz tayyorlab olgan, yuvib tayyorlab olgan quruq lazimizni bunu soldim. Eğer açıqroq bo'lsin, açıqroq yemadaygichilar bo'lsa, lazini go'sht bilan tangla yog' qilsak, ta'mi achchiq, yaxshi o'xshaydi. Biz pek açık yemedik. Shunga lazini keyindan soldim, bek ochiq bo'lib ketmasin deb. Hozir bilan qovurib, yog'imiz pishadi dedi. Suvni qo'ydim. Suvni o'zingiz tanishib, tamog'ingizga ba'zi çöp salımız, çöp salğan suyunu jiqroq qilmaymiz. Agar çöp salmay meyfam bilan yeydigan olsa, azroq qo'ysangiz bo'ldi. O'zingizning ehtiyojingiz qadar qo'ysangiz bo'ldi suyuni. Mana tovuğumuz pişti, yağlarımız pişti, to'g'rab bu lazimizni, samsqimizni eng oxirida bularni solamiz. Saylamizamiz pishib tayyor bo'lganda.
Bu işkini bir işki aralashtirib 2 minut aralashtirib o'tni o'chirib og'zini yopib qo'ysak, o'zi suyimizning issig'ida o'zi pishib tayyor bo'ldi. Mana buni aralashtirib qozonimni o'choqdan oldim. Endi bu ishimni pishirib tayyorlaymiz. Mana da tovuqimiz tayyor bo'ldi. Hozirdan sinamoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz hozirdan afiyat bo'lsin. Hammanglarning sinab beqishinglarni qizg'in qarshi olamiz.